Assalomu alaykum. O'zbekistondagi eng zo'r qo'shiqchi kim? Eng zo'r qo'shiqchi menman, 100%. Sevging yolg'on ekan, yolg'on ekan. Siz uchun eng zo'r qo'shiqchi kim? Ana uni o'qiylar-ku. Yor. Seni men qaydan izlayor. Shu g'aybulla Tursun o'z trenddalar o'sha. Meni daydi demanglar, men daydi emasman. Meni telba demanglar, men telba emasman. Juda ham Shohruxxonni yaxshi ko'raman. Mayli, ozgina qo'shiqlardan. Bunchalar zo'rsan. Bunchalar go'zalsan jonim. Hozirgi vaqtda menga qo'shiqlari ma'qul bo'layotgan Mirjalol Ne'matov. Yulduz Usmonova. Xiyonatning qonini ichdim to'kilma. Jon bosh kechalardan kechdim to'kilma. Sirlarning tilini eshitdim to'kilma. Eng zo'r qo'shiqchi Yorg'in Xo'ja Umarov. Radiosi 21. Dengiz bo'yidagi loha, osmon tagidagi jannat,